Assalamu alaykum aziz qarindoshlar. Anglayotganinglar Zo'rdan Sabirning Archa yaprig'i nomli povestlar to'plamining davomi. Hokim Beijing markaliq pikap meydan mehmonxonasi oldida to'xtadi. Pikap kelsalar doim yugurib chiqishga odatlangan Nur Muhammad mehmon tushishdan burun pikap ishiga oldida paydo bo'ldi. Uning o'ynab turadigan xuma ko'zlari texmi xumalashib, qizil mangzida birdilla xushalliq jilva qildi. G'ilman buvada, G'ilman hokim salomat turvatamsiz. Oqshomlar biz avam shuji Aminam yuanjanglar bilan sizning gapingizni qilishvedik. Mana endi didorlashdik. Meningcha mehmonxonaga tushmaylar, avam shujinikiga tushsingizmikin? U odam hozirla g'ippida motosiklet bilan etiz arlab ketdi. Akilang, bu sumkini g'achchida mangla amonat bering, G'ilman buvada. Mashindan kulimsirab bir bosh chiqdi. Bu bosh har qanday odamni o'ziga jalb qildigan bir go'zal ayolning beshi. Sentabrning atigarlik quyoshi illiq nuri bilan uning to'liq yuzini yoritgan, qanshaliq burnining uchidagi chekim-chekim ter tomchilari, chochlaridagi yuqqa, to'zang, yo'g'on, uzun kirpiklik ko'zlarining quyrug'idagi inchik siziqlar ro'shan ko'zga chiniqdi. Onun buğday öңlük yüzü, qulğıdaki halrang yaqut közlük altın halqının quyoshda paydo bo'lgan sho'lisidan qizargan. Nepiz lavlari yim yepilgan, u xiyolchan va tamkin ko'rinadi. Yo'ldosh Nurmamat, dedi u 38 ga kirganiga qaramay, tamkini yo'q bolalardek bir bog'dan bir tog'dan so'zlayotgan yigitning bosh oxiri yo'q gapini bo'lib. Men mehmonxonada dam elib turay. Siz menga yo'ldosh avamni tepib bering. Ha, rastla. Urumchidan bir yezi egilik olimi kelgan edi-ku. Shu kishini mo tepib keling. Hozirla. Joqqida topaman G'ilman hokim. U odam bizning subhi qizning tajriba etizga budush qaqtakli chaplashdi. Ya Allah, odamdan giyani, puldan topini atva biladigan odam dunyoda ikki bo'lsa, birisi shu. Birisi bo'lsa naq shu. U olim emas, mutallib tejmalning o'zi-ku. Hukumat rosa tanlab. Yo'ldosh Nurmamat, dedi ayol mashindan tushib. Agar zarur ishingiz bo'lmasa, mushu mashina bilan bayiqlarni tepib kelsangiz bo'ladi. Nurmamat ayolning atlik qamlashgan taqi turqiga qarab yana vala qildi. Xudoyim meni 3 narsadan aytmagan. Birinchisi, hayvonning tomirini tutaman. Danga. Ikkinchisi, mansabdan aytmagan. Birinchisi, ishdan aytmagan. Xatchak boshqurg'utisining mo g'alchiligini qilaman. Uchinchidan, hayosizlikdan bo'lsa-mo aytaveray. Xudoyim ayoldan aytmagan. 38 ga kirdim. Texicha mol doktorxonasida yotoqda yolg'iz yotaman. Ha. Şopur hakimning ko'z ishorasi bilan Nur Muhammadni elib ketdi. G'ilman buvi o'zichili shundoq dedi. Xudoyim 3 dan etmig'icha birdilla, ya'ni zuvandan etmagan bo'lsa bo'ptikan. Hakim mehmonxonaning doim o'zi yotadigan bo'lmasi oldida to'xtadi. Kutkuchi qiz G'ilman hakimni ko'rib, xuddi onasini ko'rgandek xush bo'lib ketdi. Va ustallarni oldirash surtib chiqdi. Subhi qaysi uyda yotadi? Bog'dagi yotoq kuchib berib oldi. Necha qiz bilan yotadi ekan? Oqshom kinoda ko'rdim. 3 qizni o'ziga shogird qilyapti. Menmi shogird bo'lay deyapman. Deb qo'ysangiz G'ilman buvada, menimi qo'shib olsin. Hokim kulib qo'ydi. Eliqi Urumchidan kelgan olim qaysi bo'lmada turdi? 4-yotoqda o'zi yolg'iz turadi. Xeli bo'ldi. Yotig'i quluploqliq, o'zi etizlarda yuridi ekan. Dehqonlarning uyida yotadi ekan. Anglasak subhi qiz u odamdan nurg'un texnika bilimlarini o'rganyapti. U odam bekor bo'lsa, subhining tajriba etizida amgak qiladi ekan. Shu chaqda sirtda pikap signal berdi va orqadan zalda avam shujining ovozi anglandi. Nur Muhammad, daryo bo'yiga chap, shaxsdan o'tni ol, kuzlikka mol yaylaqdan qaytganda berib o'timiz. Qisqa yanglik ko'k nilon ko'ylak kiyib olgan avam yotoqqa kulib kirdi. Salom G'ilman hokim, toza vaqtida kelibsiz.
Urug'chilik maydonidan boshqalarning traktorlari 9 ayning 2 kuni etizga chiqdi. Endi xo'sh bo'lgansiz, avval aytib qo'yay. Bu yil maydon bo'yicha terildigan 34783 mo kuzgi bug'doyni jazman 10 ayning 1 kundan burun cho'kirib bo'lamiz. U aldirab so'zlab kirslog'i cho'kdi. Va lungi bilan tarini surtib o'tib, so'zini yana davomlashtirdi. Urug'ni kunjirga aralashtirib, siyalka bilan salamiz. Atiyozlikqa qar ketishi bilan yana ximiya o'g'it. U chaqda bug'doyning tan narxi qanchaga to'xtaydi? 1 mo yerga 20 kilodan bergili tursangiz, 1 kilosi 1,5 yuan. Demak, 1 mo yerga o'g'it 300 yuan pul ketdi degan gap. Biz burunla sizga tuproqni tüptün yaxshilashgan mal o'g'iti bilan ko'k o'g'itga tayinish kerak deb ko'p qitim chekilgan go. Har oilaga 20 kub metrdan mal o'g'iti yig'ishni seliq saldiq. Ashurvasa mukofot 1 kub metrga 8 numar, yana 1 so'm berildi. O'rilmasa 1 kub metrga 5 mochandan jazo. Bu mu yaxshi chora emas, dedi G'ilman hokim uning so'zini bilib. Yo'ldosh avam, ko'k o'g'it berish, almashtirib terishni tajribadan amaliyotga ko'chirish kerak. Urumchidan kelgan olimning taklifini nimish qirad qilisizlar? Men naqmush ish bilan keldim. Men oblast bilan so'zlashib, bedi urg'i hal qilib qo'ydim. Yo'ldosh avam, Eli rayonida burun ko'p terib, oz usul ilib keldik. Endi oz terib ko'p usul ilishni ishga oshirish kerak. Burun nurg'un joylar mo beshiga 35 ching urug' chechib, 70 chingdan mahsulot oldi. Eshib ketganlari 150 ching. Hozir nayimizda 1 mo yerdan 800 chingdan mahsulot olgan joylar bor. 2000 mo terib 300 ming ching bug'doy olgandan 500 mo terib 350 ming ching bug'doy olgan yaxshidu. Undaq degan bilan bizda yer to'la bo'lgandan keyin mol usulni, yerni ko'p terish usuli bilan qo'lga keltirsakmi bo'laverdi demoqchimisiz? Yo'q, yo'ldosh avam. Ilmiy tarixchilik bizning nayining asosiy ishi. Ko'ryapsiz, biz yerlarni oilalargacha cho'ng ko'tarib berishni asosan yo'lga qo'ymadik. Sababi nima? Tarixchilikni, sug'urishni bir qadar zamonaviylashtirdik. Ko'p joylarning taqsimoti bir qadar yuqori, a'zolarning turmushi bir qadar yaxshi. Yerni kollektiv terib, kollektiv boshqarishga bo'lgan talabi kuchlik. Demak, endi gap ilmiy tarixchilikni umumlashtirish, birlik mahsulotni oshirishda qoldi. Bug'doyning birlik mahsulotini 720 chingga yetkazgan duylarmi bor. Sizmi bilasiz, ularning bulturqi umumiy kirimi 220 necha ming so'mga yetgan. Bu pulning 50 necha %ni bug'doydan kirgan. A'zolarning emgak kuni 8,5 so'mga yetgan. Demak, endi ularga yerlarni bo'lib berishning hojati qolmadi degan so'z. Bu joylarda kirimning ortishidagi asosiy sabab yerlarni kengaytganlik emas, balki birlik mahsulotni oshirganlik. Mahsulot eshishining birdan-bir sababi ilmiy tarixchilikni yo'lga qo'yganlik. Avam ayol hokimga yenishlab qaradi. Ayolning cho'ng va xiyolchan ko'zlari ustal ustidagi qip-qizil gullik termosga tikilgan. Uning og'zidan sonliq raqamlar, maydon, duy va duyjanglarning ismlari va oy kunlar shunchalik to'liq va to'g'ri chiqatdiki, avam shuji ba'zida bu ayol daftardan o'qiyotamdikina debmi qolatdi. Ular rasa qiziq paranglashayotganda uyga avval egiz bo'yliq olim Asad uning kaynidan Subhi kirib keldi. "Apa!" dedi Subhi balalarcha amroqlik bilan o'rnidan turayotgan ayol hokimning qo'yniga tashlanib. "Jinim, apa!" Ayol kulib qo'yib qizining beshini siladi. "Qarasining chochlaringni. Voy besaparay." U o'ziga qarab turgan oq chochliq odamga qo'lini uzatdi. "Salomatmisiz? Nahiga kelibla bu yoqqa kelyapsiz. Nomingizni anglab o'zingizni ko'rmabdikanmiz. Jiq-japa tartqansiz." "Yo'q", dedi Asad karvatga o'ltirib o'tib. Sap havo, suzuk suv, sherin meva, mehmondo'st dehqonlar orasida tanlarim yayrab ketdi.
Yoldaş avamlarının meydanı rastla acayip yaxşı. Mənmi bu yerini yaxşı görmən? Hə, yoldaş Əsəd, şundaq qılıb sizga bu yer yıqıb qapdı da, ətkən çağı micazınız qandaq? Naiti yaxşı görmən. Lağmən nimi yaxşı görürsüz qo deymən, dedi avam çaqçaq qılıb. Yoldaş avam, siz mi mağa oxşaş lağmən xumar ekensiz də? Dedi Əsəd külüb turub. Sizcu, Gılman bövi, qızınızın eytişcə göşnanğı bək amraq ekensiz. Ha, şeytan qız, heç nərsəmni qoymay dəp beribdi də. Gılman bövi qolunun keyni bilən ağzını tosap, qaqaqlap külüb getdi. Qırıqның qarısını alğan ayalının zıl avazı bilən qaqaqlap külüşü, Əsədnin qalbida uzundun beri saqlanıvatqan bir qızның ismini yadlışığı səbəb boldu. Xislat bövi, dedi o pəs avaz bilən qalbiga öçməz iz qaldırıb dünyadan ötken bir qızның namını atap. Gılman bövi onun nemisi boluş mümkün? Gılman bövi, dedi Əsəd bir pəs cimcitlikdən keyin. Siz muşu yerlikmi? Yoq, mən şəhərlik. Ondaqda mən xatalışıbdı. Meni birsiga o'xshitvatamsiz qandaq? Shundaqmi deyli? Lekin o burunqi ish. Qandaq ish o? Dedi Sübhi balalarcha tarsaliq bilan Əsədga yepishib. Aytib bersangiz Əsəd aka. Siz bu yerlarga ilgirimi kelgan qo deyman, dedi avammu so'zga aralashib. Bu araliqda siz bilmaydigan yer yo'qkan, texi chig'ir yo'llarini biladikansiz. Qachon kelgandingiz yo'ldosh Əsəd? Buningdan 21 yil burun. Nima? 21 yil burun dedingizmi? Dedi Sübhi texmi qiziqib. Mən tug'ilishdan 1 yil burunmu? Demak 1959 yil kelgan ekansiz da? Shundaqmi apa? U tuyuqsizla apısının möhrisidan tartdi. Apısı qattiq cho'chib peshonasiga barmoqlarini qo'yib olgan qo'li bilan qizining mag'ziga asta urib qo'ydi. Tazimi cho'chitding ha shayton? Əsəd bununğa qardi. Ayalının ko'zlari Əsədning ko'ziga ma'nilik tikilib turadi. Gılman bövining lavlari ko'kirib ketgan, u xuddi bir narsadan qattiq xafa bo'lgandek parishon edi. Uning chiroyidagi bu tuyuqsiz o'zgarish Əsədnimi, avamnimi hayron qoldirdi. Birsi sizni ranjitdimi? Dedi avam shudi Gılman hokimga qarab. Ko'ngilsiz bir ish yodingizga yetdimi ya? Shundaq yo'ldosh Əsəd, dedi Gılman hokim tasdiq kulimsirab. Heliqi taraqqiyotning boshlig'i qandaq saylanib qolgan ha? Qachonli karsam emas, anglasam kuniga 3 vaq aroq ichidi deydi-ku. Bayı shuning bilan vaqirishib qoldim. Shu ish yodimga yetib. Uning yolg'on so'zlayotganini Əsədli sezdi. Endi Əsəd bearam bo'lishga boshladi. Navada Xislat bövi ölmegen, ismini özgertib algan bolsucu. Hayatda bundaq hadisler daim bolup turduğu, nemişqi muşundaq oylaşqı bolmaydiken. Dep oyildi o beşini sangıltıp oturup. Yoldaş Əsəd, siz 59 yılı bu yerde bolgan ikensiz də, dedi avam şuci onun qızqıb. Ondaqda siz nemi iş bilen kelgen idiniz? Dehqonchilik texniki bo'lib, xatolaşmasam siz chaqmoqliq raqtin ko'ynigingiz bor edi-ku deyman. Mumkin? Ha, sizni a'zolari Bag'dal texnik debmi chaqirganmi? Balkim. Shu, naq shu siz. Siz bosh etishqi chaqqan, oshxonada bu hunaringizni ko'rsatgan-ku deyman. Əsəd beshini ko'tirib, avam shujiga sinchilab qaradi. Shu yigit siz, gumonim to'g'ri chiqdi. Men xeli burunla sizni tonigan. 21 yil burun sizni urib salganim uchun sizdan apu so'rayman. U chaqda burni ko'pgan yigit edi. Garmon, tamburnimi yaxshi chalatdingiz ha? Shundaq. Lekin men apu so'ray desam, heliq siz himoya qilib chiqqan ixlos bövi beliqiyam bo'lib ketdi. Meni to'g'ri jazoladingiz, lekin bizning bir esil qizimizning beshiga chiqdingiz. Əsədning beshi tushdi. Kimning beshiga kim chiqdi? Nemishqa hammanglar yerga qarab oldinglar? Apa, sana nima bo'ldi endi? Sübhining bu savoliga hech kim javob bermadi. 5. G'azab.
G'ilman hokimni bir xil vijdon azobi qiynamoqda. Vujudini bir xil g'azab yolqini o'rtmoqda edi. U tushlik tamoqni yemasdan mehmonxonani ichidan taqib oldi-da, yostiqqa yuzini yiqib, buquldab yig'ladi. Uning badani yig'idan xuddi bo'ronda titragan chiviqdek qattiq silkindi. Ko'z yoshi xuddi yuragini yuyib etilib chiqayotgandek, mushu bir qattiq yig'i bilan u yuragida saqlab kelayotgan yoshirin g'azab tugunlarini tugitib etadigandak, or nomusni ko'z yoshi bilan himoya qilayotgandek, iffatlik qizdek yig'ladi. U taxminan 1 soatdak yig'ilgandan keyin ishig'an ko'zlarini ho'l yog'liq bilan surtdi. Qurg'an devini tamishib qo'yib, 2 yutum qaynoq suv ichdi-da, ustalga jaynaklar bilan tayinib o'ltirib, yoshlikda o'tgan ashu ajoyib yengilishni yana bir qitim esladi. 1959-yil yozlig'i. Mahalla har yilqidek buk baraqsan yaproqlar bilan cho'mkalgan, lekin uylarning turqunlaridan is chiqmaydi. Ayollar apkash ko'tarib buloq beshiga yugurishmaydi. Ixlos Bövi ismlik chiroyliq, lekin yalangoyoq, shundoq bo'lsa-mu qo'lidan kitob tushmaydigan hissiyatchan qiz javur ko'tarib, uksini agashtirib, kollektiv oshxona zaliga kirdi. Odamlar suiqash oladigan har xil qachilarni ko'tirishib, tamoq beradigan to'shikka qarashib, navbat kutib turishdi. Ixlos Bövi kitob bilan bo'lib ketib, qanchalik vaqtda o'ziga navbat kelganini sezmay qoldi. Qancha kishilik? 4 kishilik, dedi qiz to'shikka qarab. Oshpazlar nimani bersa shuni ilib qaytishga o'rgangan qiz javurini ilib burilishiga, to'shikka o'zini etib kelayotgan qaram yigit javurga o'zini urib oldi. Ash yigitning ko'ksini bo'ylab to'kildi. Ko'yi kichidimigan yigit qizni aymasdan orqasiga qartib ittardi. Qiz silkinib berib tamga urildi. Javur qo'lidan tushib, hamma eshi to'kildi. Qiz yuzini tutib, yig'lab sirtqa mengvedi, yigit uni beligidan tutib oldi. "Naga qatsam qanjiq?" dedi. "Ko'ygan teram uchun terangni so'yib olaman." Himoyasiz qizchaq tipchakladi, lekin yigitning amburdek qo'llaridan qutulib chiqib ketolmadi. "Avam, chiroyliq yuzidan so'yib ol, uzun chechini kesib ol, avam." "Hey, Ixlosxon, uni rozi qilmay qutula olmaydigan bo'lding. Qo'yvat, voy, nomusni bilmaydigan. Voy, qiz balini, qayringlar, avam lukchakning qo'lini." Bir yigit yugurib kelib, avamning qo'llarini qayridi. "Sen nima deysan, Bag'dal mekyan?" O'rpaydi avam va heliqi yigitning ko'ksiga mush bilan urdi. "Urishni mendan so'ra." Heliqi yigit avamni 2 mo'risidan tutib, beshi bilan qattiq urdi. Avam o'ngdisiga uchib ketdi. Ko'pchilik ularni ajirtib oldi. Qiz o'zini himoya qilgan yigitga qaradi. Qanshaliq, budrachash, egiz bo'yliq yigit odamlar orasida mag'rur gediyib turadi. "Endi nima yegulik?" dedi qizning sapra mijoz o'gay dadisi uningga devinib. "Voy, sening kitobingni." U qizning kitobini yo'li bilib yirtib, yerga tashlab dasidi. Ixlos u kuni xuddi hozirqidek buquldab yig'ilgan edi. Lekin qizning yig'isini yana heliqi yigit to'xtatdi. Yigit bir javur osh bilan 5 non elib kirib, qizning o'gay dadisining oldiga qo'ydi. "Bu kimning nasibisi, balam?" "Silining. Ma'u kelangsiz to'kib qo'ydim devidigu. Silining kiyimlarga to'kkanmidi? Yo'q, boshqa birsining." Hey Ixlos, to'liq xirtildimay jo'zangni qo'y." Qiz shu chog'da yigitga yana bir qitim qaradi. Yigit mehribon ko'zlari bilan qizga qarab kulimsirab turadi. Amdila 17 yoshga kirgan, texi birmi yigitga tikilib qarmagan, shu sababdan muhabbat hissiyotining tatliq, lekin qo'rqinchli ekanligini bilmaydigan qizchaqning yuragi tunji qitim bir she'rin hisning turkisi bilan jig' qilib qoldi. Aydin kecha yaproqlar arasidan tushgan kumush tangidek sho'lilar birda qizning uyqusiz xumoliq ko'zlarini, birda qizil satindan tikilgan ish ko'ynigini amdila ko'tarib chiqqan ko'ksini yo'rtdi.
Tova, ajabmı şoq şolalarkine, qiz qaysi joyni tabiatdan yoshirsa, bu şolalar shu joyni yoritadigan. Qiz yotqan bilan purkinib olib, daryo shavqinini anglag'ach, uyquga ketmoqchi bo'ldi. Uning qulog'iga mungluq tambir bilan uzib aytgan naqshi anglandi. Qizning yuragi o'ynadi. U to'lg'inishga boshladi. U bu tambir bilan naqshi ovozini tunugunla etizda ishlab etib, dam elish vaqtida eriq bo'yda anglagan. Tambirchi yigit tashnaligi bilinib turgan o'tliq ko'zlari bilan o'ziga tikilib, qirg'oqda o'ltirib naqshi aytgan. Qiz naqshining cho'g'dak taptibar so'zlaridan o'zini qochirib, yiroqqa qochib ketgan edi. Mana hozir yana shu tambir bilan naqsha. Tambur qizni chillamoqda. Uning yuragi baqqa qarab talpinmoqda. Lekin nomus kuchi uni yotgan ichiga muhtirmoqda edi. Hissiyat bilan nomus uzoq kurash qildi. Oxir hissiyat yangdi. Qiz putining uchida mengib ho'yliga, andan keyin baqqa chiqdi. U xuddi mas kishidek daldigunib, bir besib, ikki besib tambirchining yeniga keldi. Qeri ujmiga yo'linib, tambirning beshini tizlari bilan chinqisib, osmondagi oyga qarab o'ltirgan yigit qizni ko'rib o'rnidan turdi. Qiz qaçmoqchi bo'ldi, lekin uning putlarida jon qolmagan edi. U ixtiyorsiz, mag'dursiz va ilojisiz holda yigitning quchug'ida eridi. Xuddi kuchlik o't tapdiga yo'liqqan qo'g'ishindek uning badanimi, irodasimi eridi. "Qo'rqaman, qo'yib eting", dedi qiz xili uzoqdan keyin g'alildab titrab. "Ati kashti chiqamsan? Yoq. Lekin u atisi, o'gini bir oygacha, hatto yomg'irliq kechalarmi chiqdi. Kuz fasli. Bog' yaproqlari sarg'aydi. Mana shu chog'dala ixlos bo'yni sur bosdi. Uning onasi doktorxonadan chiqdi-da, qizidagi o'zgarishni ko'rib, yolg'iz uyda biligidan chimdib turib, "Uyassiz. Qo'zg'ongdagi bola bilan bosh ko'tarib yuratamsan? Kimdan topgan bo'lsang, shuning peshini tut. Men bilmaganga salay, shuning bilan qash", dedi. Lekin qiz tambirchi yigitni hech nadan topolmadi. Uning oldida ikkili yo'l qolgan. Birsi o'lish, yana birsi shaharlik tambirchi yigitni izlab so'rab tepish. O'lish oxirgi qitim mangdigan yo'l. Hozirqisi yigitni izlab tepish. Kesh kuz. Bir yomg'irliq kuni saharda u shaharga qarab yo'lga chiqdi. Namozdigar bilan shaharga yetib kelib, To'ram mahallasini surishtirdi. O'lchilik, sovuq uni holidan ketkizdi. To'shik to'pliyidan patqoq bemalol o'tib ketdi. U panalang'udek joy tepish uchun qorong'i tushganda bir darvozani qoqdi. Yon eshik ichilib, bir odam palampayda paydo bo'ldi. "Kimni izlaysiz, qizchaq?" "As'ad texnikni." Qiz yerga qaradi. Heliqi odam qizga sinchilab qaradi. "Qani kiring", dedi u muloyimlik bilan. "G'alildab titrayotsizgu." Qiz u odamning orqasidan minib, egiz peshavolliq uyga ayminib kirdi. Heliqi odam insofliq va mehribon edi. "Sen etmisangmi?" dedi u o'zichila yig'layotgan qizni sallab, tasalli berib. "Sening holing menga tushunishlik. Endi hayot qalay desang, mushu uydan ketmagin. Salomat bo'shinib ol. Balangimi men ega bo'laman." Ixlos bo'yi texmi qattiq yig'ladi. Lekin u tongga yaqin o'g'irliqcha yezziga qarab yo'lga chiqdi. Uy egisi uning kaynidan yerim yo'lda xodik bilan qo'g'lab keldi-da, "Qashqining nimasi? Chiq qarvaga, men seni mahallagacha opirib qo'yman", dedi. Mahallaning sirtidagi qo'riq yanida heliqi odam xodikni to'xtatdi. "Qachon uydan haydalsang, meningkiga barg'in. Seni qarindishim o'rnida baqay. Mening na ayolim, na bolalarim yo'q. Hammasi chet elga ketgan. Menmi sanga o'xshash bir dardman. O'zingni, balangni o'qitman, qatoriga qo'shiman. Saranglik qilib, hargiz o'lib olib yurmagin." Qizni o'gay otasi dahshatlik til ahonat bilan kutib oldi. "Mang, yo'qol",
dedi u anısının kucağıdan kızını yolu bilip, talağı qartıp ittirip, ya ergi tag, ya öl. İxlas büvi gügüm vaxtıda məhəllədən yalan ayaq keçib çıxıb, dərya boyuğa qarab yugurdi. U keynidən birsinin hasırab, qoğlap kelivatqanlığını səsdi. U cangalını yalangıda kesip ötdədə yoğan talının tövüge yoşurnulub, ətrafını kösətdi. Keçə cimcit və sürlük idi. Dərya bir xil şaqıraydı. Kız qırğaqqa kelib, dəryanın cənub tərəfidəki qaranqılığı qardı. O yerdə nələrdən-də çıraq yanmaqda. Asmanğa qarıdı. Asmanda sansız yıldızlar cimırlaydı. Hayat güzel, şirin. Lekin ar nomusunu saqlaş üçün güzellikdən vaz keçishga to'g'ri keladi. Qiz putini suvga tiqdi. Birsi qo'sug'iga urgandek bo'ldi. Qiz cho'chidi. Texi hayotga ko'z ochmagan jon egisi o'z onasidan hayotlik tilamoqda. Qiz qo'sug'ini tutdi va buqildab yig'ladi. Shu asnoda birsi qizning mo'risiga qo'lini qo'ydi. Mushundaq bo'larini pamlab, mahallangni aylanib yurgan edim. Oxiri o'ylag'inim bo'ldi. Yur amdi, mening bilan ket. Ata-anang seni o'ldi deysin. Muni yog'lig'ing bilan eski chapiningni daryo bo'yiga tashlab qo'y. İxlas büvi yo'chun odamning g'amxo'rligini qabul qildi. Ular shu kechsi Helqi shahardagi uyga yetib keldi. İxlas büvi shundan keyin darvozadan chiqmasdan kitob o'qidi. Helqi odamning xizmatini qildi. 2-yili bahorda tong saharda u bo'shandi. Qizi subhi 3 oylik bo'lgandan keyin u o'z ixtiyori bilan Helqi odam bilan to'y qildi. Subhi o'z otasining ashu odam ekanligidan gumonlanmaydi. Albatta, Subhi 3 yoshga kirganda İxlas büvi eri bilan Urumchiga ketdi. Uning yo'ldoshi g'amxo'rchisi O'shamov aslida 1958-yili siyosiy ziyonkashlik uchrab, xato holda xizmatdan haydalgan. 1961-yildan keyin uning xizmati asliga kelgan va mansibi o'sgan edi. O'shamov harbiy sapda majruhlangan, u balaliq bo'lishdan mahrum bo'lgan, beqib olgan bolalari ayilini agishib, falokatga yo'liqqan O'shamovdan yuz o'rib, chet elga ketishgan edi. U o'ziga chin dilidan xizmat qilayotgan yosh ayilini o'qitdi, xizmatga qatnashtirdi. O'zining hayotini qizg'in suyadigan, bilim elishga tirishadigan, oq ko'ngil, sodda fazilatini ayoliga va birdan-bir umidi bo'lgan qiziga singdirdi. Lekin madaniyat inqilobi O'shamovning beshiga yana bir qatam falokat elib keldi. U huquq tartib olish avjiga chiqqan mezgilda qo'lga elinib turmada o'lgan. 1979-yili qizi 20 ga kirganda asliga keltirgan edi. O'shamov garchi yosh ayoli bilan qizini jinnidak a'tivo bilgan bo'lsa-mu, ayolining muhabbatiga muyassar bo'la olmadi. U İxlas büvining ismini G'ilmon büvi qilib o'zgartgan. Uningdan g'amxo'rlik, mehr shafqat ko'rgan bo'lsa-mu, lekin dunyodan armon bilan o'tdi. Chunki u G'ilmon büvidan muhabbat talab qiladi. Lekin G'ilmon büvi qaddi qomati, chiroy shakli va muomalasida alayda aybi bo'lmagan bu erga qanday qilsa-mu muhabbat bog'lay olmadi. U yolg'iz qolganlarda yig'ladi, qaqshidi. Uning qalbida bir saqaymas jarohat paydo bo'lgan. O'shamovning mehr muhabbati bu jarohatga malham bo'la olmadi. U kimnidir seg'inadi. Lekin shu seg'ingan kishiga uning qalbida g'azbi nafrati bor edi. Mana bu shu o'chgan g'azab o'tlari bir dilla qayta yondi.